Bu stadionni qarang chiroyliligini. Bitta tomlariga ham ahamiyat berdingiz, tepa qismiga. Mana shu stadionimizning tepa qismi to'liqligicha konteyner materialidan qulay narxda yopilgan ekan. Narxlarga to'xtaladigan bo'lsak, 1 metr kvadrati 130 ming so'mdan 250 minggacha usti haqqi xom ashyosi bilan birgalikda ekan. Narxlari obyomi katta kichikligiga qarab, undan tashqari fermaning orasi yaqin uzoqligiga qarab hamda ustunlik, ustumsizligiga qarab bo'lar ekan. Misol uchun aytaman, mana shu stadionimiz to'liq 180 million so'mga yopilgan ekan. Mana shu boksimizga ahamiyat berasiz. 20 ga 30 razmerda bo'ladi. 20 kunda to'liqligicha bitkazib berishibdi. Bu ham xuddi shunaqa konteyner materialdan bo'lgan, shunaqa katta obyomdagi sklad yo bo'lmasam qanaqadir boksni ham tezda qilib berishadi. Eng qizig'i, hattoki tununkasini o'zini olib berasiz, qotirib berishi ham ichida ekan. Bundan tashqari uylarni tomini yopishga, kottejning navesi bilan uyni birgalikda yopib borishga, molxonalarga, hattoki ochiq turgan joyga ustunlik qilib turib, to'liqligicha naves qilib berishlari ham mumkin ekan. Mana shunaqa xizmatlar sizga kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda raqamlarni qoldiraman, bog'lanishingiz mumkin. Butun SNG bo'ylab xizmat ko'rsatishadi. Bu stadionni qarang chiroyliligini. Bitta tomlariga ham ahamiyat berdingiz, tepa qismiga. Mana shu stadionimizning tepa qismi to'liqligicha konteyner materialidan qulay narxda yopilgan ekan. Narxlarga to'xtaladigan bo'lsak, 1 metr kvadrati 130 ming so'mdan 250 minggacha usti haqqi xom ashyosi bilan birgalikda ekan. Narxlari obyomi katta kichikligiga qarab, undan tashqari fermaning orasi yaqin uzoqligiga qarab hamda ustunlik, ustumsizligiga qarab bo'lar ekan. Misol uchun aytaman, mana shu stadionimiz to'liq 180 million so'mga yopilgan ekan. Mana shu boksimizga ahamiyat berasiz. 20 ga 30 razmerda bo'ladi. 20 kunda to'liqligicha bitkazib berishibdi. Bu ham xuddi shunaqa konteyner materialdan bo'lgan, shunaqa katta obyomdagi sklad yo bo'lmasam qanaqadir boksni ham tezda qilib berishadi. Eng qizig'i, hattoki tununkasini o'zini olib berasiz, qotirib berishi ham ichida ekan. Bundan tashqari uylarni tomini yopishga, kottejning navesi bilan uyni birgalikda yopib borishga, molxonalarga, hattoki ochiq turgan joyga ustunlik qilib turib, to'liqligicha naves qilib berishlari ham mumkin ekan. Mana shunaqa xizmatlar sizga kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda raqamlarni qoldiraman, bog'lanishingiz mumkin. Butun SNG bo'ylab xizmat ko'rsatishadi.